Eski kinolarda kim ko'rgan? Hindistonni kinosi ham, Rossiyani kinosi ham, Xitoyni kinosi ham, даже o'zbek auditoriyasini kinosi ham, amerikanskiy kinolar ham, hammasi odamlarga yaxshilik bo'lsin, odamlarga unday bo'lsin deb orqasidan qiladi. Nega? Chunki bu yolg'on tarzda bo'ladigan ish turi. Xulosa o'zlaringga. Lekin bitta moment vis shu orzudan tortib vis va qilayotgan holating hammasini ichiga solib, masalan, kasha qilib prosta xulosa qiladigan bo'lsak, vaqtingni behuda o'tkazma. Hozir pul ishlash uchun eng zo'r moment shu odamlarga yaxshi bo'lsin deb maskani ichida ish bo'lyapti. Bu narsaga aldanib qolmaslik kerak. Даже buni sun'iy intellekt ham tushuntiryapti. Sun'iy intellekt nimaligini bilmaydiganlar bo'lsa, искусственный intellekt через internet kelajakda aytib beradigan bitta shayton turi. Bu vaqtingda qanday sarflashing kerak? Mana shu narsani o'ylashimiz kerak. Bu ko'proq chetda yurganlarga, uydan ancha olislarda yurganlarga taalluqli. Hammangiz sog'lik salomatlik.